Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Musofirdagilar, uy-joy olamanda musofirda ishlab yurganlar. Sizlarga bugun Urganch City'dan 9 etajli domdan 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralarni ko'rsatamiz. Variantlari keladigan bo'lsak, video boshini sraz ayting. Subsidiyalaringiz bo'lsa, ekranda nomer. Ipotechnik kredit oladigan bo'lsa, bir dona pasport bilan murojaat uchun ekranda nomer bo'ladi. Endi bu qurilish kompaniya Imperial City qurilish kompaniyasi bo'ladi. Yana 2 dona dom qurib turibdi bu yerda. Birinchi syomkamiz bu yerda, birinchi chiqargan videoyimiz, adashmasam 8-fevral kuni chiqarganmiz. Ya'ni 2025-yil 8-fevral kuni bu obyektlar 2 etajli, ikkinchi etajga endi bosirilayotadi. Ekranni ko'rishingiz mumkin. Urganch City'dan hozirgi kunda qurilib turgan domlarni ko'pchilik biladi. Endi oddiy dom yo'q, menga noodatiy bo'lsin, ya bu ishni premium klassda bo'lsin degan yurtdoshlarimiz uchun ko'rib turgan yana IBI domingizdan, yana IBI domingizdan ham 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralarni oldindan masalan 7-8 etajlardan umumiy 9 etaj bo'ladi. 7-8 etaj, 9 etajlarni plus minusi bilan 30-40 million berib ham bir yilga bo'lib to'lara olsangiz bo'ladi. Ana bugün 13-dekabr. Deyarli paşi 8-9 oy, 10 oy deganda, yine shunday holata keldi. Tez arada 26-yil yanvar, fevralning o'rtalarimi, xullas shu dokumenti chiqib qoladi. Xudo xolasa, dokumentlaringizni topshiradigan bo'lsangiz, subsidiya, ipotechnik variantlar qilinadi. Men sizlarga obyektni tanishtiradigan bo'lsam, birinchi etaji do'kon bo'ladi. Uju dapa getdi. 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralar, lift bo'ladi albatta. Bu yerni Urganch City'ni lokatsiyasına qarab narxi belgilanadi. Tochka dumzo'r bu yerda do'stlar. O'zamina ben parkovkalar bo'ladi, az beni tushuntiraman. Bir sentralniy yo'l bo'ladi yana. Ben tarafimiz Al-Xorazmiy universitet bo'ladi. Mana babamizning Al-Xorazmiy haykali bo'ladi bu tarafda. Dam olish aramgohlari bo'ladi, tochka dahshat bo'ladi. Aeroport, Ivanda Al-Xorazmiy maktabi bo'ladi. Hamma narsa qulay. O'zimda deb shagovoy dostupni dedi-ku, tochka dahshat вообще. O'rta taraf qaranglar, shishali bo'ladi. Bu balkon. Agar o'rtadan shuni kvartira olganlar uchun menimcha zo'r bo'ladi. Biznes atamanda yurganlar uchun, masalan, talabalar baribir arenda kvartira kerak, bilasizlar-ku. Alasadan arenda berib qo'yaversa, subsidiya olib turib, o'zini pulini urib turaveradi. Mendan bir tushuntirib o'tib ketish. Keldingizlar, yan taraflar detskiy plashatkalar bo'ladi. Kranni sal arakana vagon turgan taraflar, yanlar parkovka bo'ladi. Birinchi etajni masalan do'kon ataman degan bo'lsangiz, maishiy texnikami, boshqa narsami yo do'konmi, sartaroshxona, salonmi? Birinchi etajda do'konlar sotuvda bormi? Bor ekan. Biz hozir obyektning ichiga giramiz. Video davomida yana sizlarga Urganch shaharining markazida Saltanat restoran tarafdan obyekt bor. U yerdan boshlandi, xudo xolasa. Bu yerni ham ko'rsatamiz. Videoni o'tirib bermanglar. Shuning danishlarga tashakkur qo'yaverasizlar. Do'stlar, biz hozir 2-etajdamiz, ya'ni do'konning dapasi. Birinchi etaj do'kon bo'ladi-ku. Ikkinchi etajdamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dona xo'jalik tushadi ekan har etajda. Menga qarang, bu pod'ezga qaranglar. Bu futbol o'ynasa bo'ladi-ku. Oyoqlaringiz miramirdan bo'ladi. Sizlarga hozir bu domni agar pod'ez tarafda yon taraf bo'ladigan bo'lsa, universitet tarafini ko'rsataman. Balkoni dum yoqtimon, lekin shishali bo'ladi. Bu yerda bir spalnya atadigan bo'lsangiz o'zlaringizga, yon tarafga qaranglar. Manzaraga qaranglar. Shishadan aylanadigan bo'lsa, ichon ko'rsanmaydi, faqat deshon ko'rsanadi. Yetadi-ku. Endi o'zlaringizga bir yo'qki bir mehki mebel qo'yib beradigan bo'lsangizlar, o'tirdingizlar, kofeni damlab, ya bir kompyuter qo'yib, ishlaringizni qilaverasizlar manzarada. Teplый pol atib bug'lanmaydi. Chotki. Zo'r. Bu yon taraf esa kuxnya bo'ladi.
Zo'r. Zal dedik, kuxnya dedik. Yan tarafda esa sanuzel bo'ladi. Dahshat. Kengina bo'ladi. Mana vanna tufaysiz ya dusha tufaysiz. Bu yerda esa spalnya sizda bo'ladi. Demak, zal, kuxnya va spalnya. Mana bir kravatni qo'yib berasizlar, bu yerda shkafni qo'yib berasizlar va manzara. Ketadi. Dahshat. Yana bir kvartirani ko'rsatali. Bu yerda suv qo'shib tashlagan. Girganlaringizning prixoshka bo'ladi. Bu yerga bir gullarni qo'yib berasizlar. Keyin sizlarni chap taraflaringizda sanuzel bo'ladi. Keyin bu yon tarafda spalnya sizlar ham bo'laveradi ekan bu yerni. Trubalar chiqqan, demak sanuzel bo'ladi. Bu yon tarafimiz kuxnya bo'ladi, yana. Kuxonning garnituri yetdi. Ovqat pishib turibdi. Yog' islar chiqdimi? Balkon. Ochib berasizlar. Yana balkon. Yetdi bu yon taraf. Chakka parnik olib chiqadi u yo'l bu yon tarafda. Do'rmana ketaverish, toza mashin bozorga qarab ketaverish. So'q suv bu yonda keladi, ataflina polностью. Bu yonda zal katta, 2 oynali. Planirovka aman emas. Dahshat. Sizlarga qilinadi o ishi, bir devorlarni tekizlab shpaklovka urib berib, patolog bitirasizdan, ana Aynen bas feraverasa, xudo xolasa, bani tualetni bitirib. Biz hozir ikkinchi etajda ko'rsatdik sizlarga. Qolgan kvadratura planirovkalari bo'yicha bemalol ekrandagi nomerga telefon uraverasizlar. Bu obyektimiz Imperial City'ni, Urganch City'dagi loyihasi bo'ldi. Hozir endi Saltanat tarafiga ketamiz. Bu yoqdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Like, kommentariy. Ketdik. Dostlar, bizler hozir Imperial City'ni Do'stlik Plaza loyihasine geldik. Bu qurilish kompaniya Imperial City bo'ladi. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 3 tane podyezd tushadi. Xudo xolasa, bu yerdan 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralar bo'ladi. Oldindan 20-30% ni to'lab turib, xudo xolasa, qolganini 24 oy mobaynida bo'lib to'lasangizlar bo'laveradi. Ya'ni 24 oydan keyin tan narxi kelib chiqadi, ustuna pul minmagan holda xudo xolasa bo'ladi. Manzilni so'raydigan bo'lsangizlar, endi bunda Oblastnoy elektroset Urganch. Keyin yo'l, bu yerga ketdingizlar Chorraha Xanqa yo'li, Xanqa qarab ketaverish. Keyin nov desam sizlarga, bunda Saltanat restorani, sal o'tdingizlar manej bo'ladi.
Vokzal, tochka dahshat. Bu yerda milliy tochkalardan bunday bitta dom 8 million, 9 millionlardan bitganda sotdilar do'stlar. Tochka dahshatdan bu yerda. Hozir qatlavosi endi boshlanyapti. Yana xudo xolasa, shu ertang bugun doshni yaygandan keyin уже boshlab beradilar. Milliy vaqti arzon bo'ladi. Menimcha zo'r variant, zo'r lokatsiya, zo'r tochka. Urganchda bu yer ham qaynab turgan tochkalardan biri bo'ladi xudo xolasa. Ekranda nomer bo'ladi. Sizlarga eslatib o'tib ketchakmiz. Shu yerda mena qurilishi tez orada boshlanib ketadi. Bitadigan vaqti plus-minusi bilan 2026-yilning oxiri dumnat paradon bo'lsa 2027-yil mart oylarini xudo xolasa topshiriladi deb tutdilar. Ekranda loyihalarni ko'rdingizda, mana QR kodni skaner etadigan bo'lsangiz, proyektlari chiqadi. Xudo xolasa o'zingiz ko'raverasizlar. Aytaman-ku, Arian Urganch City'dagini 8-fevral kuni chiqarganmiz. Har 20 kun, 25 kunda bir etaj bitib boryapti. Tez bitib qoladi do'stlar, xudo xolasa. Mana bu 13-dekabr, 8-fevraldan 13-dekabr oraliq narsani hisoblaydigan bo'lsangiz, уже bitdi ya. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu videoni Urganch City'dan hamdasa shu Urganchni shahar markazlaridan kvartira qidirib yurganlar tashakkur qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.